20. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani G'ijdon qishlog'iga olib kelib ustanovka bo'ldik. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi. 350 ga 360 razmerga o'rnagan bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan olib kelib ustanovka qilindi. 2 qavatli variantda stoykalari shivillar 10 ga 5 shivillari bo'ldi. Listlar 2lik list, oldi orqa list 2lik listda bo'ldi. Ichidagi profillari 6 ga 4, 1.5lik stenada bo'ldi. Juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi. Darvozamiz zamoglari har doim ustanovka qilinadigan zubur zamogdan. Kraskalariga kelsak, kraskalari deo kraska bo'ldi, mokriy asfalt rangda. Xudo xolasa kraskalariga ham garantiya, ancha yil xizmat qilib beradi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, orqa holatlari, orqalari ham tekis plotniy bo'lib, juda chiroyli holatda o'rnadi. Plotniy bo'ldi, xudo xolasa. Zamoglar shaharda qo'yadigan zamogdan, 5 ta kalitli zamogdan, zatorlar, senter zator. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Juda chiroyli. To'shni o'yinda qilib ustanovka qilib berdik. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimiz qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovka mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.